Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Hammanglarning juma kuni muborak bo'lsin. Qarindoshlar, bir odam uxlab tush ko'rsa, o'zining tush ko'rayotganligini uyqudan uyg'ongandan keyin biladigandek, mushu g'aflat yashayotgan bir inson, oxiratdan, dindan, o'zining majburiyatidan g'aflat yashayotgan inson o'zining g'aflat yashayotganligini faqat qabr kirgandan keyin bilalaydi. G'aflat mushundoq bir musibat, afat qarindoshlar. O'ylab baqili, biz bu dunyoda qanchalik yashaymiz? 100 yil yashaylik. Bu 100 yil qarindoshlar, bu dunyoning umriga nisbatan hech qancha bir narsa emas. Bu olamning umri 13 milyard 800 milyon yil desak, bizning 100 yilimiz qarindoshlar bir necha daqiqadan iborat.